O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yaqinda qabul qilingan qaror va farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida ekopolitsiya xodimlari tomonidan Toshkent shahrida atmosfera havosini muhofaza qilish, ekologik salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha nazorat ishlari amalga oshirilib bormoqda. Ushbu nazorat ishlarini amalga oshirish davrida metalli qayta ishlaydigan bir qator korxonalarda tekshirishlar amalga oshirildi. Jumladan, Bektemir tumanida joylashgan ikkita korxonada metalli qayta ishlash faoliyati o'rganildi. O'rganish davrida ushbu ikkita korxonada ekologik talablarning qo'pol ravishda buzilganligi holatlari aniqlandi. Jumladan, ishlab chiqarish korxonasida ekologik ekspertiza xulosasida ko'rsatilmagan qo'shimcha ravishda bitta pechka tashkil etilganligi va ushbu pechkaning faoliyati davrida hosil bo'lgan ifloslantiruvchi moddalarni tozalamasdan to'g'ridan-to'g'ri atmosferaga tashlanganlik holati aniqlandi. Shuningdek, ikkinchi bir korxonada metal eritish davrida ekologik ekspertiza xulosasida atmosfera havosiga tashlanayotgan tashlamalarni tozalash inshooti mavjudligi ko'rsatilgan bo'lib, amalda esa ushbu korxonada tozalash inshooti o'rnatilmaganligi va ifloslantiruvchi moddalar atmosfera havosiga to'g'ridan-to'g'ri tashlanayotganligi kuzatildi. Aniqlangan qo'pol qonun buzilish holatlari bo'yicha korxona faoliyati 10 kun muddatda vaqtinchalik to'xtatildi. Ushbu korxonalarda atmosfera havosiga ta'sirini kamaytirish, bartaraf qilish bo'yicha Toshkent shahridan ko'chirish tavsiya qilindi. Ekopolitsiya tomonidan ekologik nazorat tadbirlarini mukammal keng miqyosda respublika bo'yicha ishlab chiqarish korxonalarida nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.